Lara Alla qushcham Allayo. Ssenariy muallifi Gabriel Garsa, rejissyor David Not. Tom Maggart va Erik Darnellning Madagaskar multiplikatsion filmidagi personajlarga asoslangan. Aql bovar qilmaydi Shkiper. Men hech qachon Omega Boomni bitta pingvin ijro etganini ko'rmagandim. Har doim esingda bo'lsin oddiy askar. Yetakchi hamisha jismoniy jihatdan ustun bo'lishi kerak. Ha! Bolalar, qaranglar, men yangi xotirjamlik, men yaxshiman. Miyam jarohatlanmadi. Vayron bo'lgan atomlar qaqqi. Kovalski, tushuntir. Aql bovar qilmaydi. Men ixtiro qilgan nur buzilgan ovqatni yana yangi holatiga qaytarish uchun mo'ljallangan edi. Xo'sh, Siz yosharib ketdingiz. Yana yangiroqsiz. bu hech narsaga arzimaydi. Menga to'liq jangovar kuchga ega katta yoshlilar vujudi kerak. Ya! Ya! Menga unaqa qaramanglar. Kechirasiz Shkiper, siz biram yoqimtoysiz. Ko'chi. Men nurning qutblarini o'zgartirib, sizni avvalgi holatga qaytara olaman, ammo qurolni kanalizatsiyadan olishimiz Bu kerak. juda oson. Savtoshlar, kanalizatsiyani tozalash operatsiyasi boshlandi. Ketdik. Tinchlikmi? Voy, shunchaki topshiriq xavfli. Siz esa biram jajji va mo'moqsiz. Jajji va momaq? Men sizlarni komandiringizmi oddiy askar? Ammo balki sizga enaga topishimiz kerakdir. Shkiper? Men bu yerdaman. Kechirasiz Shkiper. Menimcha shunisi to'g'ri deb Bu o'ylayman. g'alati, lekin qo'shilaman. Endi gap sotishni bas qiling. Menga enaga kerak emas. Men chiniqqan askarman. Xavfli jangovar mashina. Kimdir endi uxlashi kerak. Ha, uxlaymiz. Bekor gap. Men to'liq jangga tayyorman. Bizga g'alati narsalardan qo'rqmaydigan enaga kerak. Voy, oyoqlarini qarang. Biram chatchikan. Bu meni ko'zlarim ko'rgan eng yoqimtoy narsa. Albatta ko'zguda o'zimni ko'rganimni hisobga olmaganda. Ushla. U bizni jiyanchamiz. Uni ismi Balki u Pittidir. Har doim Pitti bilan tanishni xohlaganman. Bugun o'sha kun bo'lishini istardim. Men Pitti bo'lishim mumkin. tasodifni qarangki, uning ismi Pitti. Uzr hazrat oliylari, bolalar parvarishi to'g'risida nimani bilasiz? Men tug'ma enagaman. Axir har doim o'tiraman. Taxtimda orom kursimda, Mortni ustida. To'g'rimi? Sen ustingda ham. O'tiraveraman. Men qulayroqman. Mort, axir seni tepganda bu yerdan uchib ketmadingmi? Mayli, men tanaffusdaman. Aytgancha, u uyg'oq paytida o'zini Shkiper deb ko'rsatishni yaxshi ko'radi. O, Pitti, hazilkashmandi. Uni shamollatib qo'yma. Doim ovqatlantir. Yana u allalashni yoqtiradi. Agar biror narsa kerak bo'lsa bizni chaqir. Bu nimasi? Men askarlarim qani? Tong, Pitti. Bugun senga o'zim qarayman. Qirol. Uzundim, meni tanimayapsanmi? Men Shkiperman. Men nima qilyapsan? Qirol Julian qayoqqa g'oyib bo'ldi? Uyqu yo'q-ku. Qani yo'q mana. Kuku. Kuku. Bolalar o'yiningga qarshim kelyapti uzundim. Men jangovar. Kuku. U qayoqqa ketdi? Bu nimasi? Yuzingni bir ko'rsang edi. Berkinib olganiga darrov qo'rqib ketdingga bitta voy. Uy. Maxsus eslatma. Kukuga qarshi mashg'ulotlar o'tkazilsin. Radio kompasga ko'ra, lazerim shu tomonda. Qiziq, hozir enagan nima qilayotgan ekan? Qirol samolyoti endi qo'nishga tayyorlanmoqda. Bo'l, halokat tugmasini bos, chunki boshqa joyga qo'nyapsan. Pingvinlar baliq yeydi. Aqlli nodamni. Qayerda xato qilganimni darrov Va tushundim. nihoyat. Jajji pingvinchalar faqat ota pingvin chaynab, bolalar og'ziga tuflab bergan ovqatni yeyishadi. To'g'ri, sal jirkanchroq eshitiladi. Lekin shunaqa bo'lsa, men nima qilay? Yo'q. Masalimi, a? Yo'q. Uzundim.
Haddingni oshib ketyapsan. Jonimga tegib ketding. Uzr, bilmay qoldim, lekin biram yengil tortdim. Bolalar gazi. Meni sohani burnimga ketlagan eng badbo'y gaz shu. Bort hammasini ichingga yut. Hop. Menga yoqdi. Yo'q, yoqmadi. Hoy, qayoqqa? Peti, senga nima degandim? Mendan qochib qutula olmaysan. Kompasni ko'rsatishicha, nurli qurolim hozir aynan bizda. Bu bizni nurli qurolimiz. Yo'q, bu bizni yangilovchi qurilmamiz. Kichkintoy bizda ekan, endi hech qachon aynigan kanalizatsiya ovqatini yemaymiz. Qoyil maqom, zo'r ishlayapti. Aytmoqchimanki, qurolni o'zimga qaytaringlar. Iflos kalamushlar. Shkiper bizga ishonadi. Ha, obyekt tortib olindi. Endi qaytamiz. Hech kim bizni yangilagishini o'g'irlay olmaydi. Axir u yangilovchi qurilma emasmi? Uni qayta nomladik, eshitmay qolibsan. Kovalskiy, variantlar. Tarixan shundayki, kalamushlar qirolini faqat shkiper yenga oladi. Bundan chiqdi. Qochib qol! Riko, kalamush zambaragi! Yaxshiyam aynan shunday vaziyat uchun oldindan kalamush zambaragini tayyorlab qo'y. Xayr, xushchalar. Peti, endi maysa qilib uxlasak ham bo'ladi. Sen uyqumga xo'jayin emassan. Voy, meni sohani allam seni darrov uxlatib qo'yadi. Kimni uxlatishini hali ko'ramiz. Alla Petijon uxlaydigan ballaya. Julian alla aytganda bolajonlar uxlarov. Julian ovozi yoqimli shamol kabi allalar. Xo'sh, Maryoqon soniya o'tdi. Yaxshi, jajji qanotlar ham nimagadir as ko'tar ekan. Bu adolatdan emas. Shu yillik mashg'ulotlar, tajribalar, lekin endi foydasiz askarman. Bu adolatdan emas. Bu adolatdan emas. Portlash ovozi. Hozir yig'lab o'zingga achinadigan payt emas. Men jamoamga kerakman. Peti, bolajonim yo'qolib qoldi. Voy dod, undan qovun oqyapti. Qiroling seni topadi, Peti. Nima deysizlar, yigitlar? Qushchalarni zaharli hammomda cho'miltiramiz. Zaharli hammom. Aftidan, bu so'nggi topshirig'imiz bo'lib qoladi. Shkiper aytganidek, men uchun bu sharaf edi. Quloqlaringizni ham yuvib olishni unutmang. Bu nima? G'alaba hazilimi? Shkiper! Qo'rqma oddiy askar, yetakchingiz yetib keldi. Kiper, shoshmanglar. Boshliq pingvinmi? Nima bo'ldi, momoqvoy? Qurtkichga tushib ketdingmi? Bolakayni hozir uxlatib qo'yamiz. Menga uxlasin. Mana. Peti! Voy, duma! Bor, Peti! Ulardan men uchun qasos ol. Men ungacha yerda yotib, o'zimni o'lganga solaman. Shunda boshqa hech kim menga zarar yetkaza olmaydi. Men yorug'likni ko'ryapman. Bu yorqin nur. Men boryapman, otajon. Kel, buni erkak va bolachasiga hal qilib olamiz. Yo'q, mitti qanotchalaring bilan nima ham qila olasan? Lekin mitti qanotlarimdan ham kuchliroq narsam bor, kalamush bachara. Men yetakchiman. Riko, qo'lga olish ilgaga. Hozir hammangizni yanchib tashlayman. Meni ot. Meni tutib ol. Endi kekiraman. Meni ot. Meni aylantir.
Ha, sendek mitti koptokni ushlay olmaydi deb o'ylaganmiding? Yo'q, aynan shuni kutgandim. Men buni baby bomb deb atayman. Mana bu g'alaba hazili. Bu esa uyqu vaqti. Ular biram tez o'sadi. Hozir ko'nglim huvillab qolgandek bo'ldi. Qizildim, oldingda qarzdorman. O'sha yerda hayotimni saqlab qolding. Umid qilamanki, endi aslida kimligimni tushunding. Bunga ishongim kelmayapti. Tushunishingni bilardim. O'zingni kim birni ko'rsatishni biram qoylatyapti.